Я не mog Soat kechasi 3. Hali ham uxlay olmadim. Ishlar chatoq va hali beri yaxshi bo'ladiganga o'xshamayapti. Yoshim 24 ga qarab ketdi. Na uyim, na mashina, na tayinli ishim bor. Oxirgi marta qachon o'zimni tirik his qilganimni eslolmayman. Turishingga qara. Kim seni muvaffaqiyatli odam deydi? O'zi davom etishdan ma'no bormi? Shu xayollar menga uyqu bermadi. O'zimni qo'yariga joy topmadim. Ko'kragimda xuddi nimadir siqib, ezib, bosib turganday bo'lardi. Chidolmasdan oynani ochdim va shu payt kutilmaganda xayolimga bir fikr keldi va faqatgina o'shandan keyin hamma narsani unutib, yengil bo'ldim. Hamma tashvish va muammolar yo'qoldi. Chunki men oynani ochdim va oynani ochib nima qilganim, xayolimga nima kelganini aynan hozir aytsam, siz meni nosog'lom, aqldan ozgan yoki kamida g'alati bola ekan deb o'ylab qolasiz. Shuning uchun bu mavzuga videoni oxirida qaytsak to'g'riroq bo'ladi. Hozir esa vaqtni yo'qotmasdan asosiy mavzuga o'tamiz, chunki vaqt bu pul. Vaqtingni behuda sarflasang, pul yo'qotding hisob. Ya'ni vaqt pul kabi qimmatbaho resurs. Nahotki biz mana shu gapga tupa ishonib qolgan bo'lsak. Vaqt pul kabi qimmatbaho emas. Vaqt qiymatsiz. Uni narxlab bo'lmaydi. Vaqtingizni pulga almashtirishingiz mumkin, lekin pulga vaqt sotib olmaymiz. Afsuski. Bu bilan vaqt pulda emas demoqchi emasman. Albatta pul kerak. Ijaraga olingan kvartirada siqilib o'tirgandan ko'ra, o'zingni uyingda siqilish ancha yoqimliroq. Lekin biz asosiy narsani unutib qo'yapmiz. Jarayonni o'zidan, hozirgi real vaqtdan zavq olish. O'tmishdan arazlash, kelajakka umidvor bo'lish emas, aynan hozirgi vaqt. Masalan, juda ham ko'pchilik odamlar, shaxsan o'zim ham kelajakda boy bo'lish uchun, puldan muammo bo'lmasligi uchun hozirgi real vaqtni mana shu ishga bor-budini sarflaydi. Lekin afsuski pul bu yagona yechim emas ekan. Bu mening shaxsiy fikrim emas. Psixologiyada bu kechiktirilgan hayot sindromi deyiladi. Men albatta baxtli bo'laman. Faqat bugun emas. Avval pul topay, muammolarni hal qilib olay, mana shu kunim o'tsin, keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Bu holat aynan mana shu sindromga mos. Tagini kavlaydigan bo'lsak, u ko'pincha yoshlikda shakllanadi. Avval o'qi, tayinli ishga kir, pul top, keyin baxtli bo'lishga haqqing bor. Shunaqa fikrlash bilan katta bo'lgan odam har doim ideal sharoitlarni kutib yashaydi. Ideal sharoit esa yemaydi. Aslida esa na univers, na tayinli ish, na $1,000,000 baxtli bo'lishni kafolatlamaydi. Chunki baxt bu tanlov. Kechiktirilgan hayot sindromini kuchaytiradigan yana bitta pidarsticheskiy narsa bu muvaffaqiyat va ijtimoiy tarmoqlardagi samaradorlik propagandasi. Обожаю. Kimdir otasiga mashina sovg'a qildi, kimdir 20 yoshida millioner, kimdir esa Balida kayf qilib yuribdi. Bularning hammasini esa sen ishdan charchab kelib, divanda yotgan bolakay ko'rib o'tiribsan. Albatta, miyang seni ular bilan solishtiradi. Men kim, nimalarga erishdim, sen kim, u kim, bu kim. O'zingni yeb boshlaysan, bosim ostida ertalab turib zalga boraman, boy bo'laman, ota-onamni umraga yuboraman va yana millionlab va'dalar berib tashlaysan. Bunaqa niyatlarni aslo yomon joyi yo'q, ammo Konsta aytganidek, bu orzular o'zingnikimi yoki atrofdagilar va internet miyangga quydimi? Mana shunisi muhim. Dushanbani yomon ko'rib, o'zimiz yoqtirmagan ishga borib pul ishlab, o'zimizga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olib, o'zimiz yoqtirmagan odamlarni hayratga solishga umrimizni sarflaymiz. Hayotimizni raqamlarga, ko'z-ko'z qilish uchun stories va videolarga va kimdirga nimanidir isbotlashga almashtiramiz. Bundan kimga foyda? Bizda hattoki dam olish ham chiroyli bo'lish kerak degan fikrlash rivojlanib ketdi. Agar Amirsoyda, Balida yoki Tailandda bo'lmasa hisobmas. Birorta restoranga, konsertga yoki shunchaki chiroyli, qiziqarli joyga borsang, albatta stories yoki reelsga qo'yish uchun syomka qilish kerak. Mana shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lib qo'yurgan yaxshi. Hozirgina videoni mana shu qismini montaj qilib bo'ldim va qarasam, orqa fondagi musiqa bilan juda depressivniy bo'lib ketdi. Shuning uchun sizlarga kayfiyatni biroz ko'tarish uchun statistika. Odamzod kamida 37 yoshdan keyin $1,000,000 ga erishadi. O'rtacha esa 50 yoshlar atrofida. Birinchi kvartira esa butun dunyoda o'rtacha 26-36 yosh oralig'ida sotib olinadi va ko'pincha ipotekaga. Bu statistikani sizga nima aloqasi bor bilasizmi? Hech qanaqa. Kimdir $1,000,000 23 yoshda topsa, kimdir esa 37-40 yoshlarida. Hammani o'z yo'li bor. Hammani holati, boshlang'ich nuqtasi har xil. Biz juda ham ko'p xernya narsalar bilan miyamizni to'ldirib tashlayapmiz. Kerak emas joyda juda aqllimiz, kerak joyda esa tupoysiz. Hamma narsani qiynalashtirishga, perfeksionizmga o'rganib qoldik. Lekin mana yechim, o'zimni hayotimda qo'llab keladigan bir nechta yechimlar. Eng zo'r yechim menga baribir. Realda. Bu qobiliyat o'zi menda avvaldan bo'lgan, shunchaki men buni yaqindagina o'zimda kashf qildim. Hayotingizda nimadir sodir bo'ldimi? Siz unga ta'sir qila olasizmi? Nimadir o'zgartira olasizmi? Unda harakat qiling. Aks holda chuqur nafas olib, pofigizm rejimini yo'qotib olish kerak. Endi to'g'ri, ba'zida hayotimda bu yengil noqulayliklar olib kelishi mumkin, lekin umuman olganda в целом по кайфу.
Qanday his qilsangiz shunday qiling. Balans ushlang. Aniq bir yechim o'zi yo'q aslida. Sizga nima yaxshiroq bo'lishini o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi. Biror nima qilishda esa jarayonni o'zidan zavq oling. Masalan, menda mashhur musiqachi bo'lish degan bir orzu, maqsadim bor. Men aynan gitara chalishdan, unga har xil effektlar berib, eksperimentlar qilib mazza qilaman. Lekin kimdir kelib seni mashhur estrada artisti qilaman, to'ylarga chiqasan desa, bu menga qiziqmas. Jarayonni o'zi zavq bermasa, natijaga bora olmayman. Ish stolimda pianino ham turibdi. Ular nastroy серьезный. Endi videoni boshidagi qismga kelsak. O'sha kuni siqilib uyda yotgandim va o'zimni o'zim yeb bitirdim. Keyin oynani ochdim, chuqur nafas oldim va osmonga qarab shu gapni aytdim. Bugun oy juda ham chiroyli ekan.